Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Xo'p, bugun diqqatimiz markazida 7 ga 3 ko'chma uyimiz. Bugun 28-aprel. Xudo xolasa 7 ga 3 ko'chma uyimiz Sirdaryo viloyati Bayovut tumaniga Alisher akamizga tayyorlab berdik. Alisher akamiz fermerlik bilan shug'ullanadi, xudo xolasa. Bu nima deydi? Dala hovlini shu yerini boshiga, ya'ni fermer xo'jaligini boshiga qo'yish uchun zakaz bergan. Ularga narxini va o'lchamlarini, qulayliklarini ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bemalol xohlagan ma'lumotni olasiz, xudo xolasa. Xo'p, bu do'konimiz ichki obshivkalari polni MDF dan bo'lgan 100%. İçkari kirmalı 100% MDF bo'lgan, tepa plastik, polimiz MDF, devorlar, tomlar 2 qavat o'tiblik bo'lgan, issiq sovuqqa 1000%, 99-99% emas, 1000% garanti beraman. Chunki 2 qavat. Tepa stiklavata, yonlar stiklavata, uning ustiga devorimiz MDF. Mana tashqari 40 gradus issiq. Bugun mana temperatura 40 gradus ko'rsatyapti, lekin hozir ichkari ancha salqin. Chunki xo'shlar ochib, skazlar bo'lyapti. Tomdan, poldan, devorlardan umuman issiq sovuq o'tmaydi. Xo'p. Bu birinchi xonamiz, sanuzel. Mana ichkariga kelib olib bemalol. Bitta xorchga sanuzel bo'ladi bu. Xonaga ajratib berdik. Bu ikkinchi xonamiz. Bu kuxne. Xudo xolasa bunga ham bitta xorchga, mana bu yoqqa kuxne mebelga joy qo'ydik. Xudo xolasa stol tepaga bemalol ilsa bo'ladi. Bu xonamiz 2 ga 180 lik xona bo'ldi, kuxne. Bunisi 5 ga 3 xona bo'ldi. Xo'p. Tashqari qismlari kunikafon. Mana stiklavatalar ham ko'rinib turibdi. Stiklavata qo'yilgan arasiga. Pena plasam birga. Orqaga mana nima deydi? Dehqon xo'jaligiga ketmon, lapotgan, o'roq, bolta, tisha ketadi. Arra shu yerga addenli qo'yishga xona. Yana ariston qo'ysa ham bo'ladi bu yerga. Mana ichlari. Xo'p, tomga. Tomimizga mana stiklavata qo'yilgan. Stiklavata xorchga, mana orqaga ham xorchga, katta xorchga qo'ydik, xudo xolasa. Bemalol issiqdan himoya qilib beriladi. Xullas garantiya. Buni narxiga kelsak, buni 40 millionga qilib berdik. Dastavka ustanovka respublika bo'yicha. Xudo xolasa qilib beramiz. Bu Sirdaryoga dastavka qilib beramiz. Xudo xolasa hozir 5-10 minutgacha ichida ortamiz. Kamazimiz kelyapti. Uni ham video qilib tashab qo'yaman. Xo'p, pastda nomer qoldiraman. Kimga shunaqa yangi ko'chma uylar, sifatli mana bunaqa ofislar, bunaqa yangi magazinlar oldiga kimga shunaqa konstruksiyalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz, nasib bo'lsa. Rahmat.